Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun aprelda oxirgi kunlari mana Gujittakon bog'ida yana video qilib boshladik. Mana Gujittakon ko'chalarimiz o'sish sharoitlari. Mana aprelda oxirlashib qoldi, juda bir yaxshi o'sdi. Bu obunachilarimiz ham hayron bo'lsa kerak, bir necha vaqtdan beri video chiqarmay qo'ydim. Kanalimda YouTube bloklab qo'ydilar, o'sha uchun o'rtada uzilish bo'lib qoldi. Mayli, bloklasa ham. Mana yangi kanalni ochib tashladik. Yangisiga o'rgatib olamiz endi obunachilarimizni. U nima sababdan bloklagandan ham bilaman. Bir ikkitasi ogohlantirib yozuvdi. Bu narsani sotma deb. Baribir YouTube blokka tiqishdilar. Mayli. Qiyinchilikdan qo'rqmaymiz. Qancha qiyinchilik bo'laversa shuncha miya ishlab ketaveradi. O'zi asli odamzod qiyinchilikdan qo'rqmaslik kerak ekan. Mana Gujittakon ko'chalarimizga keladigan bo'lsak, mana may oylariga o'sha pishib boshlaydi. Hozir ayrim joylarda mo'g'jalab, gullab boshladi pastki tomonlari. Mayda oxirlariga o'sha terimni ham boshlab qolamiz. Hali hech bir kasalligi qayd qilinmadi. Mana kamarda ko'rsataman, sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bitta tanishasi bir yaxshi gullab qopti. Bu yoqlari esa mo'g'jalab kelyapti. Mana ke mo'g'jasi. Mana shunaqa qilib rivojlantiryapmiz bizda. Qiziqingizlar mana shifo bag'ishlarga keladigan bo'lsak, mana yangi obunachilarimiz qo'shiladigan bo'lsa, ular tushunmaydi-da. Bu Gujittakon ko'chatini o'zi nimaligini. Bu o'zi asli Gujittakon deyishimizga sabab bu Yagida Gojida nomi. Buni nomi ko'p juda ham. Yagida Goji Beri, Krasnoy Almas, Kitayskiy dereza degan nomlari ham bor. Hozir biz shuni goji deb sotib yuruvdik. Gojiga taqiq qo'yildi, sotmaysan. Bu O'zbekistonda kimgadir qarashliymish. Ammo biz Xitoydan olib kelib birinchi o'zim boshlagandim, lekin egasi chiqdi buni ham. Mayli, chiqsa yo'q. Gujittakon deb o'rgatib olamiz klientlarimizni. Ko'chatlarimizga keladigan bo'lsa, ko'chatlarimiz bir yilda 13 marta hosil beradi deyilgan. Masalan, shu may oylari pishib boshlaydigan bo'lsa, shundan to dekabrda 15larigacha hosil berib turadi. Hali mana hosildorliklarni ham tushirib ko'rsatib boraman. Hosildorligi ham juda bir o'ta hosildor. Shunaqangi bir g'ijillagan hosil bo'lib qoladi. Buni ekilish tartibi bizlardagi hozir 2 ga 1, mana oralig'i 2 metr, mana qator oralig'i 1 metrda ekilgan. Lekin sal kengishroq ekish kerak ekan. Ogrodga, uydagi ogrodga eksa bo'ladi. Lekin mana gektar ekaman desa, kami shu 3-4 metr bo'lishi kerak ekan oralig'i. Shunda hosil ham ko'paygan, biz tanani ko'p kattartirmayapmiz-da. Tana kattarib ketsa, mana yuqorida setka turibdi. Setkaga tegib qoladi, setkadan tashqariga chiqib ketib qoladi. Bu hosil bizga qarashli bo'lmay qoladi keyin. Chunki chimchiqlar juda o'ch bo'ladi-da mana. O'sha uchun setka qoplaganmiz. Yana nimalarni aytsam ekan. Mana birinchi yili ko'chatlarimiz ekilganda suvni juda bir yaxshi ko'radi. Ikkinchi yilga o'tib suvni kamroq iste'mol qilsa ham bo'laveradi. Juda ham birdan suv solib suvga chanqoq bo'lib qolmaydi. Endi mana shifo bag'ishlarga keladigan bo'lsak, bu immunitetni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashishini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi dimlanish, buyrakdagi toshlargacha tushiryapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Keyin buni tarkibiga keladigan bo'lsak,
tarkibida 21 ta mikroelementi bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selen, yod, shundan bir germaniy degan elementi bor. Germaniy elementi bu har bir insonda bo'ladigan onkologik hujayralarni bloklab turar ekan. Bu onkologik hujayra deyarli har bir insonda borda. O'shani doimiy iste'mol qilib yurgan odamda onkologiyaga chalinmaydi. Hozirda onkologiyaga chalinib qolib, ximioterapiya olganlar ham iste'mol qilib turibdi-da. Чтобы onkologiyani rivojlanib bitmasligi uchun. Keyin 18 ta aminokislotasi bor. 18 ta aminokislota limondan 15 barobar kuchli deyilgan. Asalari sutidan da kuchli deyilgan. Keyin 18 ta aminokislota, 8 ta polisaxarid, 8 ta monosaxarid, 8 ta bikarotin, vitaminlarga keladigan bo'lsak, vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12 vitaminlari ham bor. Keyin omega 3, omega 6lari ham bor, dengiz mahsulotida uchraydigan. Analar ham. Keyin buni iste'mol qilinishi kimga mumkin? Deyarli hamma insonga mumkin, faqat mumkin emas degan joylari ham bor. Mana temperatura qilgan payti mumkin emas, qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas, 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas, homilador ayolga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas. Keyin mana qonni suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilib yurish mumkin emas. Deyarli boshqa kasallarga hammasiga to'g'ri kelyapti. Hozirda iste'mol qilyapti saharga, davilnaga, jigar siryoz, onkologiyaga chalingan, suyak yemirilishi, keyin poliartritlar, ko'z nuriga, deyarli ko'p kasallikka iste'mol qilishyapti. Mana tanadagi oq dog'larni o'zim xarajat qilib, o'zim davolab qilyapman. 3 kishida yaxshi effekt berib boshladi, Xudoga shukr. Yaxshi. Hali ularning haqida ham videolar qilib boraman. Video qilib borganman ham oldingi videolarimda. O'shalar haqida ham video qilib boryapman. Endi narxiga keladigan bo'lsa, bu quritilgan mevalarimizni 1 kilosini optim narxi 550 dan sotilyapti. 100 grammi 70 ming. Mana may oyiga borib pishgandan keyin pishgan mevalarning kilosi 200 mingdan bo'lyapti. Ko'chatlarimizni 100 mingdan sotdik donasini. Buni avvalambor qiziqingizlar, yeb iste'mol qilib ko'rib, iloji boricha ko'chatdan ekib olingizlar. Chunki doimiy sotib olib iste'mol qilishga qimmatli qiladi. O'shanda ko'chatidan bo'ladigan bo'lsa, oilaviy iste'mol qilsa ham bo'laveradi. Chunki sog'lom odam ham kuniga bir marta iste'mol qilsa bo'ladi deyilganda. Hay, mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Bu Gujet.com mevalariga qiziqingizlar. Kelajakda iste'mol qilib yuringizlar. Hech bir kasallik sizni bezovta qilmaydi. Mayli, ishlaringizga omad, sog' bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda yashaylik.